Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyelerimizde başlayımız. Leksiyede size kalıyoruz ya. Washington'da sözleyimiz vatandaşlar bugünkü keslağa 2024 yıl 1. ayının 30. günü haftaga seyşembe vatandaş. Bugünkü vaziyetimiz doğrusunu sözlesek sizlerge. Tünügülleten Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Majlis Davlat ishlar kotibi Antony Blinken NATO'nun kotibi Stoltenberg bilan Washington'da ko'rishdi. Bu yıl 7. ayda Washington'da chaqiriladigan hozir 31 davlat qatnashgan NATO yuqori darajaliklar yig'ini to'g'risida va yig'inda nimalar qaraladiganligi to'g'risida ishki rahbar o'zining so'zlarini so'zlab o'tdi. Bu bir vaziyat vatandosh. Ikkinchisi hozir Suriya bilan Iordaniya chegarasiga joylashgan Amerikaning masalan asosiyatdan orqasiga taalluq harbiy bazasiga hozir Suriyada turishliq va yoki Iroqda turishliq Ironning go'mash tillari İran'ın qurolliq go'mash tillari hujum qilib, Amerika Qo'shma Shtatlarining askeriy qismlaridan 3 nafar kishi, 3 nafar askeriy odam vafot bo'ldi. Hozir tungillatin 25 degan edi. Bugunlatin endi Amerika ovozidan xabariga qarasak, bugunlatin hozir bu yordar bo'lganlarning soni 40 ga yetdi. Shu munosabat bilan hozir Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati bununla qandaq javob qaytarish to'g'risida o'ylashyapti. Vatandoshim, bugun men sizlarga so'zlaydigan leksiya dal NATO'ning kotibi Stoltenberg hamda Amerika Qo'shma Shtatlari davlat ishlar kotibi Antony Blinken bilan ishki rahbar o'rtasida o'tkazilgan suhbat siyosat konkretlikka erishib kelyapti vatandosh. Endi bugun 1. ayının 30. günü bugün günde hazır Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi Avam Palatasida masalan Favqulodda komitet Mike Gallagher komitetida guvohlik berish yig'ini o'tkazilyapti. Hozir mana bugun o'tkazilyapti. Bu yig'in qo'yilgan mavzu masalan Limuyan bunun nima deb mavzu qo'yib tursa mustabid davlatlar yoki hayvlik diktator davlatlarining birlashishiga qaratilgan guvohlik berish yig'ini deb shunda qo'yibdi mavzu. Bu video filmga qo'yilgan mavzu ekan, ata maqola qanday qo'yildi aytib ko'rishimiz vatandosh. Endi yana bir maqolani sizlarga bugun tayyorlagandim. Endi atiga qoldi leksiya qilib so'zlash. Bu maqola nima desiniz? Jungoliklar o'zi tahlil qilgan hisobda bu maqolada. Yaqindan beri biz sizlarga dedik, hozir Tayvan bo'g'izi atrofiga Amerikaning 3 dona avg'am matkisi yetib keldi. 7. skadron bilan qo'shildi dedik vatandoshim. Hozir jungoliklar bu yozgan maqola debdiki kishilar hozir Amerika o'rta sharqqa ketdi. Osiyoni tinch okean rayonini tashlab qo'ydigan bo'ldi deganda gaplarni qildi. Hargiz unday emas. Amerika'nın diqqati yanılı Hind Tinch okean rayonida debdi bu maqolada deyilib 3 dona avg'am matka debdi. Normal o'rta holatlik 3 davlatning dengiz armiyasiga barobar keladi debdi. 3 dona avg'am matka. Endi yani şu maqol nima debdi desiniz, mushiyaga masalan Jongoga taqobil turishdan Tayvan bo'g'iziga yetib keldi. Amerikaning avg'am matkisi desa ikkisi bo'lsa, 2 dona avg'am matki bo'lsa kifoya edi. Nemishqi bu 3 bo'lib ketdi. Jongoliklarni yozgan xabari juma. Endi yani nima deb tursangiz, bu avg'am matkilar agar Jongoga hujum qiladigan yoki urush qo'zg'aydigan bo'lsa, misal uchun da bo'lsa bu avtomatlar Jungoning 4000 dan tortib 5000 gacha harbiy nishonini
24 saat içi tarmar kılıp ötüdüydü. Nim deymez vatandaşlar. Hazır bu 3 tane avamatka teyven boğuzlar cümü. Anda onun kendili kegen hazır Amerika naite tiz süratlik tiriştallık körüstüp Filipin'de aldığı sekraş tahtisi yaki sekraş süpsi yaki pellempeyi şekilde her bir bazı hesap çıktı dedi. Her bir bazı kurup çıktı dedi. Filipin'de. Yani bunun arlık silah dedim mi arlıkta Amerika'nın Hawaii Pearl Harbor portidan Filipin'e yıkılğı. Herkes için kerek boğa yıkılğılarını yetkep badi degan bir haber kelgen idi. Men uni sizlarga yetkizmedim hozir esimde yo'q, beni kechiringlar. Ishqilib, mushundaq ish, hozir gap, mushundaq ish. Endi siz buni bir savol qo'yinglar. Bugun 11-oyning 14-kuni San Fransiskoda to'qinishni pasaytaylik deyildi endi. Mush değil endi Amerika o'zining va'dasi turdi. Qog'ozga yozgan va'dasida eg'izlik va'dasi turdi. Bu davlatning shu va'dasi turganligi uchun hozir xalqaro obrazi, xalqaro inovati bugungi kunga saqlanib keldi deyli. Agar shuning va'da berib, jongo ma'qul deb birdam yeni velib, birdam chekinib degandek mushundaq dilg'uldi orisaldi bo'lib tahdid paydo qildigan bo'lsa jongo vaqt Amerika nima chorva vatandoshim sen unda tahdid paydo qilsang tahdidga qarshi tahdid popuzga qarshi popuzi bilan kelishi kerakda. Bugun eng hal qilg'ilish paytdagi narsa nima ma'lum sizga vel yetkazay. Buni yetkazib bo'lgandan keyin endi siz diqqat qiling. Bugun guvohlik berish yig'inida sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo chaqirilishiga qaraganda bu katta yig'in bugungi davlat majlisida o'tkazilgan yig'in vatandoshim. Sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeoning shu vaqtdagi obrazi, shu vaqtdagi siyosat tadbirlari va so'zlagan nutqlari sizning esingizda bor vatandosh. Endi hozir bu NATO to'g'risidagi xabarmi Jungo'ga munosabatlik guvohlik berish yig'inimi ehtimol shundoq munosabatli bo'lsa kerak. Buni men sizlarga leksiya qilib so'zlamayman. Bunda xabarlarni o'zinglar anglashinglar kerak. Zeriksanglarmi anglashinglar kerak. Vatandoshim bilamda. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken bunday ko'rsatdi. 7-oyda o'tkaziladigan jasorati urg'ib turgan NATOning yuqori darajalik yig'ini Rossiya va Jungo'ning yangi xiraslariga markazlashadi. Bugun ehtimol guvohlik berish yig'inimi mushunga munosabatli bo'lishi kerak. Mavzuli xabar 1-oyning 30-kuni Amerika ovozidan Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlar davlat ishlar kotibi Antony Blinken 29-kuni haftaning 1-kuni Washingtonda ziyoratda bo'layotgan NATOning kotibi Stoltenberg bilan ko'rishdi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken bunday ko'rsatdi. 7-oyda o'tkaziladigan yuqori darajaliklar yig'ini so'q munosabatlar urushidan keyingi jasorati urg'ib turgan bir qatimliq yuqori darajaliklar yig'ini bo'lib, NATOning yig'inning maqsadi yangi xirishlar qanday taqobil turishga markazlashadi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken bunday ko'rsatdi. NATO ta'xirsizlik tuyg'usi bilan olg'a ilgarilayotdi. Men boshladim-ku. Bu qator so'z iboralarda davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning so'z iboralarida o'zgarish, ya'ni mavhumlikdan abstraktlikdan konkretlikka ko'chish. Bu ishlar oddiy ish emas vatandoshlar. NATO ta'xirsizlik tuyg'usi bilan olg'a ilgarilayotdi, ya'ni jiddiylik tuyg'usi bilan olg'a ilgarilayotdi. O'rtaq nishonimizda birdaklik bo'lib qolmasdan, balki harakat planimizmi birdakdir. NATO'ga a'zo davlat 31 davlat o'rtaq nishonimizda birdaklikka ega biz, shundaqla harakat planimizda birdaklikka ega biz. Konkret ma'nosi mana shunday gap aytdi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken yana bunday ko'rsatdi. Finlandiya NATO'ga a'zo bo'lib kirib bo'ldi.
Şvetsiyamı yakın arda a'zo bo'lib kirdi. Bu ishlar NATO'ning darvozasidan echib etilganligini, davomli echilib etadiganligini ko'rsatib berdi. Cümleden Ukraynaga ham shundoq. Ukrayna NATO'ga a'zo bo'lib kirdi. Ukrayna NATO'ga a'zo bo'lib kirdi. Rossiya nima uchun qo'zg'agan bu urushni vatandosh? Ukrayna Yevropa ittifoqiga kirdi. Ukrayna NATO'ga a'zo bo'lib kirdi. NATO Rossiyaning davlat boshlig'iga yetib keldi. Allaqachon yetib keldi. Finlandiya degan Rossiyaning davlat boshlig'isi, Shvetsiya degan Rossiyaning davlat boshlig'isi evet. Allaqachon yetib keldi. Endi hozir nuqtali qoldi Rossiya Federatsiyasi ta'kidlayotgan Ukrayna NATO a'zo bo'ldi. Mana bugun 1-oyning 30-kuni Washingtonda o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishlar kotibi Antony Blinken e'lon qildi degan. Ukrayna NATO'ga a'zo bo'lib kirdi. Shanozma vatandoshim, NATO'ning darvozasi echib etildi. Demak, yana qatnashadiganlar bo'lsa, yana kirdiganlar bo'lsa, mayli Yevropadan. Lekin undaq demabdi, men tahlil qilyaptim, yoki Osiyodan kirdiganlar bo'lsa, marhamat, darvoza echib etildi. Soğuk münasebetler urushi davri dunyoda ikki harbiy tashkilot, birisi NATO, Amerika boshchiligida, yana birisi Varshava shartnomasiga a'zo davlatlar Rossiya boshchiligida. Rossiya yemirildi. Varshava shartnomasiga a'zo bo'lgan harbiy tashkilot uzil-kesil gumron bo'ldi. Xuddi Kreml sari gumron bo'lgandek, Varshava shartnomasiga a'zo tashkilot gumron bo'ldi. Bugungacha NATO hozir o'zini kengaytib, o'zini taraqqiy qildirib, siyosatni muqimlashtirib, dunyoning har qaysi joylariga tahdidlarga diqqat qilib va ba'zi tahdidlarga zarba berib, Afg'onistonga kirdi-ku demayni vaqtda. Ulg'uyib, taraqqiy qilib bugun keldi. Endi 7-oyda echiladigan yig'inning konkretligi Ukrayna NATO'ga a'zo bo'lib kirdi. Ya'ni konkretligi NATO ta'xirsizlik tuyg'usi bilan olg'a ilgarilayotdi. Ya'ni NATO jiddiylik tuyg'usi bilan olg'a ilgarilayotdi. O'rtaq nishonimiz birdek, 31 davlatning o'rtaq nishonimiz birdek. Shundaqla balki harakat planimiz birdek, 31 davlat. Bugungi leksiya mana bundaq leksiya vatandosh. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. 7-oyda Washingtonda NATO'ning 75 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan yuqori darajali yig'ini tarixiy xarakterlik yig'indir. Bu yig'in intayin zo'r burilish nuqtasi olib keladi. Diqqat vatandoshlar. Başta aytilgan Rossiyaning deyildi-ku va Jungoning yangi xirislari deyildi-ku boshda. Demek bir yerda qo'yilgan jumla hozir tarixiy xarakterlik NATO'ning yuqori darajali yig'ini va bu yig'in intayin zo'r burilish hosil qiladi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken mundaq ko'rsatdi. Men mundaq hisoblayman deb boshladi ko'rsatdi davlat ishlar kotibi Antony Blinken. Bu yig'in so'q munosabatlar urush oxirlashgandan keyingi jasorati urib turgan yig'indir. Demek yangi xiristlar kelyapti. Yangi xiristga qarshi bu yig'in so'q munosabatlar urushdan keyin esiladigan jasorati urg'ib turgan yig'indir. Bu yig'in NATO'ning yangi xiristlar va yangi tahdidlarga moslashgan taqobil turishidan takbir. Sen xirist qildingmi? Men sana moslashib zarba beraman. Sen xirist qildingmi? Men sana moslashib taqobil turaman. Hozir kunga ko'proq ta'kidlanayotgan Tayvan bo'g'izida dunyo tinchligiga tahdid solyapti vatandoshim. Hozir kunga Kompartiyasi mustamlik Uyg'uristonda irqiy qirg'inchilik qilyapti vatandoshim. Hozir ikki tarafdan kelayotgan tahdid Tayvan bo'g'izi, mustamlik Uyg'uriston vatandoshim. Rossiya kuchayotganda Ukraina tahdidi. Ya'ni Ukraina qaratgan tajovuzchilik tahdidi.
Bu Hristiyan mayli Rossiya tarafdan kelsin. Bu Hristiyan mayli Jungo tarafdan kelgan bo'lsin. Cümle shundaqmi? Mayli Rossiya tarafdan kelgan bo'lsin. Mayli internet tor betlardan kelgan bo'lsin yoki terroristlar tarafidan o'xshash bo'lmagan shakllarda tahdidlar yetib kelgan bo'lsin, hammasi baribir. Bularga NATO taqabuldir. Bugun Xitoyning Jungoning Uyg'uristonda yo'l qo'ygan irqiy qirg'inchilik, Uyg'ur qirg'inchiligi. Uyg'ur qirg'inchiligi, ba'zi atalg'ularni joyida ishiltinglar. Turkiyadagi vatandoshlar, Turkiston, Sharq Turkiston qirg'inchiligi degan qirg'inchilik yo'q bu yerda. Diqqat qilingizmi? Shundoq bir kunlar yetib keladiki, eg'izdan chiqqan har bir so'zga javobgar bo'lasiz vatandoshlar. Chaqchaq qilmang. Tersalik qilmang va yoki men kim bilan qarshilashib mani deb olay, kim bilan qarshilashib oni o'ynab olay, bunday emasmi? Uyg'ur qirg'inchiligi, Sharq Turkiston qirg'inchiligi degan qirg'inchilik yo'q. Hammasiga bir-birlab NATO taqabul turdi. Davlat ishlar kotibi Antony Blinken bunda ko'rsatdi. NATO yangicha bir usul, texnik qudratlik bir usul bilan ittifoqlashlardir. Bugungi NATO yangicha bir usul, texnik qudratlik bir usul bilan ittifoqlashlardir. Har xil xristianlarga texnik unumlik taqabul turalaydi. NATO'ning katibi Stoltenberg ko'rishishda bunda ko'rsatdi. Yaqinda ochiladigan NATO'ning yuqori darajali yig'inida texnik ko'p tadbir qo'llanib, NATO'ning kuchini kuchaytiramiz. Mablag' solishni, masalan, davlat mudofaa qurilishiga mablag' solishni kuchaytiramiz. Dunyoning har qaysi joylaridagi sheriklarimiz bilan texnik yo'q hamkorlashamiz. Bunda ko'rsatdi. NATO orqali Amerika texnik ko'p do'stlarga ittifoqlashlarga erishdi. Biz ittifoqlashib dunyo iqtisodi va harbiy ishlarning 50%ni tashkil topdik. Dunyoning yarmi degidek hozir NATO'ga qarashli davlatlar, NATO ishtiroki ittifoqlash davlatlarning iqtisodi 50%, harbiy ishlari ham 50% teng nisbatda. Demak, dunyoning keyingi 50% yani boshqa davlatlarga qoldirildi degan. O sözünü to'liqlab turib bunda ko'rsatdi. Jungolar Rossiyaning NATO'ga o'xshash tashkiloti yo'q. Shunlar bizning ittifoqimizni buzishga urinidir. Masalan, Rossiya uchun aytganda Varshava degan Varshava tashkilotim yo'q. Jungolar Rossiya o'tirisida bunda tashkilot yo'q. NATO'ning katibi Stoltenberg Amerika Davlat Mudofaa Ministri Lloyd Austin bilan ko'rishdi. Ishki rahbar davlat sanoatini kuchaytirishning muhimligini ta'kidladi. Bugungi vaziyatimiz mana shunday, vatandosh, bugungi vaziyatimiz. Bugun hozir men bugun ishga tayyorlashim kerakdi, leksiyadan xabarni anglab to'xtab qoldim. Qaysi xabarni? Bugun 1-oyning 30-kuni Davlat Majlisida Avam Palata Favqulodda komiteti guvohlik berish yig'ini chaqirdi. Xristianlarga yoki xristianlarning birlashishiga markazlashgan bu qatorli guvohlik berish yig'inida sobiq davlat ishlar kotibi Mike Pompeo guvohlikdan o'tdi. Xudo xolisa atganlik ko'ramiz vatandosh.